Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari, obunachilarim. Mana bugun 14-aprel. Qaysi tuman? Qiziltepa. Qiziltepa. Oltiariq tuman Qiziltepa qishlog'iga keldim. O'zi yong'inlarimizni bak chiqarib yuborgan. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring, shu 14-aprel kuni bir so'mka qilib bir chiqaray dedim. Shu nodalarini bir olib qo'yganman. Baxtiyor aka yong'in. Baxtiyor aka degan akamiz bor. O'sha yong'inga keldim. Hozir Xitoy yong'in shoxlarini okib qo'yib qo'yganman. Endi bu to'xtatilgan endi. Aprel oyi ichida ham ulasa ham bo'laveradi. Shu Qiziltepa qishlog'iga kelganman. Hozir ulash jarayonini bir ko'rsataman. Mana kimda olavering. Mana nodalarni ko'rib turgan bo'lsalaring, bu to'xtatilgan nodalar mana paymant qilsa bo'laveradi. Shu yanvar oylarda okib qo'yib qo'yganman. Bismillah. Hozir kanallarni ochib qo'yganman. Mana ketildi ana. Bu yong'inlarimizni bak chiqarib yuborgan hozir. Endi shu qo'llariga qiyinroqda. Mana bitta olamiz ekan. Mana oxiriga borsa yaxshi ko'klaydi. Mana metga bordim, metda suv chiqib ketaveradi. Shuning uchun kanalni ochib qo'ydim. Endi buni bu tarafi bo'ladi, bu tarafini bir qilovlar bir tozalab olish kerak. Bunday qilib turib mana tozalanadi. Yana noda olinadi. Qo'llanadi mana. Hozir ham paymant qilsa bo'laveradi, faqat nodani olib qo'yish kerak. Mana olamiz. Sal oxirroqga borsa mana qarang, mana oxiriga bordi. Qo'ychmi? Bo'lgan. To'xtab tursam bo'lmaydi. Yo'q, men telefon qilyaptimi? Yo'q, men. Mana bunday qilib olinadi, mana. O'rta bunda bekiladi. Paket qilinadi. Bo'ladi bu yerda. Ha.
Aha. Bo'ldi, mayli. Yong'og'iz qanday kattaligi? Biladek bo'lsa, ulasa bo'laveradi. Hadi chiqavering, ketamiz. Yong'oq bor ekan, yonda shoqi bor ekan. O'qloq deyapti. Yo'q, bunachilar mana bunday qilib ulanadi. Mana endi bitta skotchlab qo'yamiz. Xudo xolasa mana o'zi buni ko'kmay bo'lib turibdi. Xitoy S185 dan paymant qilindi. Mana xudo xolasa keyin metlarga bitta arra solib qo'yamiz. Demak, uni yo'q moda bo'lishi bo'lsa-da oqib ketaveradi mana metdan. Yaxshilab qisib baylanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'linglar, bosib tursalar tez tarqaydi. Xudo xolasa ko'klaganini bir syomka qilib chiqaraman, xudo xolasa bir kelib. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar.